Videoni shu joygacha ko'rib kelgan bo'lsangiz va nihoyat shpaklyovka, shlifovka, gruntovka jarayonlaridan so'ng bo'yash jarayoniga ham yetib keldik. Hozir o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, biz bu jarayonda sintaj 2 komponentli akril bo'yog'iga 0,5 litr akril отвердители qo'shib, 10% akril rastворители qo'shib sepib oldik. Va sababi shundaki, 0,5 litr akril отвердители bo'yog'imizni yaxshi qurishiga va quyoshdan saqlanishiga yordam beradi. Aks holda bo'yoq yaxshi qurimaydi va quyoshga chidamli bo'lmaydi. Eng muhimi esa siz ko'rib turgan blesk natijalari chiqmasligi mumkin. Ayrim ustalarimizning xatosi bu yuqorida aytib o'tilgan norma qoidalariga rioya qilmasliklaridadir. Aynan bu bo'yoqga yetarli darajada отвердитель qo'shmaslik. Mana bunday universal tinnerdan ishlatmasdan 646 rastворительlarni qo'shib ishlatishadi. Natijada esa o'ylagan maqsadga, niyatga yetishmaydi. Siz ko'rib turgan blesk holati yo'qoladi, bo'yoqning qurishi sekinlashadi va quyoshga chidamliligi albatta susayadi. Ustalarimizga shuni maslahat bergan bo'lardikki, sintaj bo'yog'ini ishlatganingizda aynan biz aytgan normalarga rioya qilsangiz hamda sintaj отвердители hamda sintaj universal tinnerlardan foydalansangiz, bu jarayonda fabrika bo'yoqning 20 yil o'z holatini saqlagan holda turishiga kafolat beradi.